Demak, biz hozir Ellikqal'a tumanidagi Tuproqqal'a yodgorligidamiz. Mana bu yerda arxeologik yodgorlikda. Bu jimjit dasht bag'rida vaqt ham toqat bilan to'xtab qolgandek. Siz qarayotgan bu vayron devorlar Tuproqqal'a. Ellikqal'a tumanida joylashgan bu yodgorlik qadimgi Xorazm podshohligining yuragi bo'lgan. Miloddan avvalgi 2-asrdan to milodiy 3-asrgacha 500 yildan ortiq tarixni o'z bag'rida saqlagan shohona qasr. Devorlari xomg'ishdan, har bir burchagi san'at va siyosat armonlari bilan to'la. Bu yerda podshohlar hukmronlik qilgan, olimlar fikr yuritgan, marosimlar o'tkazilgan. Arxeologik topilmalar Tuproqqal'ani nafaqat ma'muriy markaz, balki ruhiy, ma'naviy salohiyatga ega shahar bo'lganini tasdiqlaydi. Bugun esa u tarixning tirik guvohi, sukutdagi so'z. Agar yurak bilan tinglasangiz, shamol uning devorlari orasidan sizni o'tmish bilan suhbatga chorlayotganini eshitasiz.